Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan Xorazm bozor kanali. Bugungi sanamiz 3-iyul haftaning 5-kuni. Bugun juma. Barchangizga bugungi juma ham muborak bo'lsin deb qolamiz. Bugungi manzilimiz Urganch Broilerdamiz, ya'ni Urganch Xiva yo'lida, Damir yo'lda o'tgandan keyin Fayaz akalar fermasine geldik. Adresni yo'ldan tushuntirib o'tamiz. Bu durgan joyimiz Urganch Xiva yo'li bo'ladi. Buyoqimiz Xivadan kelaverish, Xivaga ketaverish. Buyoqimiz esa Urganchdan chiqaverishda Damir yo'l. Shu Damir yo'ldan chiqqandan 10 qo'la borasizlar. Ya'ni kontaruschalar boshlangan kelib, aylanib boriladi. Ağalarımız xudo xolasa yangi partiya zotdor mollarni zo'rlarni olib ketdilar. Janovorlarga qaranglar. Hozir hammasini sizlarga bir yandan narx-navolarni aytib tushuntirib o'tamiz. Harmaga, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jallimisiz? Salomatligingiz yaxshi. Bu qaysi yurtdan keldi bu janovorlar? Bular Rossiya. Rossiya. Rossiyadan keldi. Rossiyadan. Xudo xolasa. Soni necha dona keldi? Soni 50 ta. 50 dona. Ko'p vaqt bo'ldi, kelmay qoldi. Endi asta-asta ochilib Asta sekin, ha. Endi bir yo'li bo'lyapti-ku sekin. Xudo xolasa. Ishi mollari sizlarga bir qator obzorni qilib beramiz. Mollarni ko'rasizlar. Yaqqonni kelib o'zlaringiz ustida kasal sog'on tekshirib ko'rib, savdolashib olaverasizlar. Bir qator yuritib ham ko'rsatib beraman. Bu mollar qachon keldi shunda? Shu kuni ertalab. Bugundan da keldi, ha? Bugundan da girib keldi. Aha. Bugundan da girib kelgan. Soni 50 bosh. Sondan beni haydabanglar bir aylantirib ko'rsatamiz. Arkalari pochka. İçinde bir 4-5 tane gibritlari bor, kanlari. Ha, qolganlari tozasi. 4-5 ta gibriti bor. Endi gibritni ham boqib ko'rganlar-ku, bilarlar. Shomina gibrit, lekin zo'r, chiroyli. O'ta go'zal, suyak yirik mollar. Haydang. Çu. Doy qaytarib bering. Bunda yana bir dana simental, rossiyskiy simental zo'r. Bu avstriyskiy o'xshaydi mi? Avstriyskiy. O'rtada yurgan. Avstriyskiy. Qaytar. Haydang arqaga. Endi 4 ta 5 ta bor ichiga. Gibritlar, ha? Voy jonivor. Çu. Mollar hammasi suyak buzgan janovorlar. Çu. Bir qator ko'rsatib o'tish harakat etamiz. Bular necha oylikgacha ekan bularga? Bular ichiga yoshiga to'lgani ham bor. Ava. 8 oydan yoshiga to'lganigacha arasi ko'p bularni nima emas, razisasi ko'p emas. Lekin dish buzgan emas bular hech qaysi. Ko'rib, xudo xolasa olib. Tish buzgani yo'q buni ichida. Tish buzgani yo'q buni ichiga. Tish buzgani yo'q. O'ta yirik bo'ladigan mollar. Xudo xolasa. Ko'pchilik so'rab yuribdi, yangi partiya mollar qachon keladi deb. Endi bir shunday ara-arada girib turibdi mollar. O'zimizga ham telefon qilib turdilar. O'zimiz Buxoroga tushirib turdik. Endi talab bilan xudo xolasa shu duolari bilan sekin boshlab o'tiribmiz. Ajoyib, zo'r. Mana saqaqli mol, xo'shroy, chiroyli. Mana bundan ham yo'q. Inson noqodir bir o'zi gibrit bo'lgan, lekin zo'r mol. Uzinasam uzun bo'ladi, xudo xolasa. Bo'yam baland bo'ladi. Mana bir ochamizmi, mollarni bir aylantiramizmi? Aylantiramizmi? Sondan beri. Qani aylantirgan? Mollar hammasi ajoyib doluduq, chiroyli mollar. Bu gibrit deganimiz ham lekin xo'shroq mol ekan bu. Gibrit deganni ham ko'ring, oyoq qo'llarini qarang. O'ta baquvvat. Irzuga ekan. Suyak yirik. Tonna bo'ladi xudo xolasa. Baqsalar, mehr bersalar. Boqsa tonna bo'ladigan. Qara endi ko'p kuttirmalardan
pullarni aytali, necha so'mgacha baho aytamiz. Bularni aka narxi yengil. Ava. Xudo xolasa yengil qo'yib beramiz. Shu duo qilib, padeshka qilib tursalar bu yilda. Shu bizdan oldin ham mol olib yurganlar. Ko'pchilik duo qilib turadi, telefon qilib. Baraka toping, moluzni sotdik. Yaxshi bo'ldi. So'rab turadilar ko'p. Hech bir iloji bo'lmay turadi. Endi sekin boshlaymiz. Xorazm. Boshlaymiz. Narxlar yengil. Nechadan nechacha? Eng kichkinasini bir baho, kattasini bir baho. Narxiga keladigan bo'lsak, bilsangiz agar sut emadigan buzog'i ham misol endi 25 emas, 20 million so'm. Qaysisidir 25 million so'm. Endi bu ham formasini qarab, formasiga, zotiga qarab bo'ladi. Lekin bularning iloji boricha shu xalq tomon bo'lib, nima deyman, ozginadan baraka. Xudo xolasa. Shu ozgina non qolsa bo'ldi bizga. Ajoyib. Xizmatimizga yarasha. Kelishtirib baho ayting, xudo xolasa bir kunning ichida olib ketsinlar. Kelishtirib endi pastini 300 qo'yamiz. Eng pasti. Ha. Boshlanishi 30 milliondan. Boshlanishi 300 million so'm. Bani? Bu yoni tepasini 39 million so'mdan 3 ta ajratib oladilar. Ha, eng baland, ha? Ha, eng balandi. Ular ham shunda 37, 38. Undan u yog'i pastiga. Pastini. Ha. Eng baland shunda 39. Ha, srednisini ham aytib o'tay. Sredni shu 35, 36 ishimiz ko'p bitadi shu ertalarga. Ha. Saylaganlardan qoladi. Ha. Tanlaylardan 30 million so'mlik ham misol bitta ikkita emas. Bir to'rtta chiqarib beraman. Aha. Shuni ayting, qani bana o'tiring qanmasin? Ichani ayting. Bir ko'rsatamiz. 30 milliondan 39 million so'mgacha. Et yub qarov, lekin suyagi qalin mollar, katta. Yem ko'taradi, xudo xolasa. Ha. Endi boqiladigan yeriga kelgan. Yemga tayyor. Bular hozircha guzakadan ozroq yengil berib turib, salqin tushgandan keyin kuchli o'tirib beradilar. Buni qilsalar ham bo'ladi. Buni qilsalar ham bo'ladi. Hozircha shu bir salqin tushunchali bir yengil berib turib, ana keyin salqin tushgandan keyin kuchli yema, rejimli yema o'tirsa bo'ladi. Men shular ham meni bo'ylama olayman. Ajoyib. Parvarishi bu yo'q o'zlarining qo'llariga. Mehr berishi, yem berishi o'zini berib, sekin. Buni dastavkasini so'ramadik, dastavkasini ichib bo'ladi buni. Shu jupiga doimgida. Ikkinaladi Xorazm bo'ylab. Xorazm bo'ylab. 4 yo'l birini ham ketaveradi. Farqi yo'q. Jupana. Ha. Qoraqalpoqqa ham bor jupiga. Sağ. 4 yo'l birini Xorazm bo'ylab, xudo xolasa, dastavkalari bor. Arkalari pochka mollari. Gelip görüp yanından üstünde görüp savdolaşıp olasizlar. Mollar chiroyli, xo'sh mollar. Asosiysi o'zini tutgan, o't cho'p yeb turgan mollar. Yana ham kelib o'zlaringiz kasal sonini ko'rib tekshirib olasizlar. Mana bundan ham mana. Arkalar. Zo'r, ajoyib. Kalaki değerlerinde kalaki, shohli değerlerinde arasında bir ikkilerinde shoh bobom ma'zi bir. Ha, bir ikkita shohligi bor. Lishni chiqib aytgan shohligi yoqadi. Onda bir dona shohli bor ekan, oranda bir dona shohli. Chiqsa ona bana bir 5 ya 10 dona chiqar. Keling 6 ta deng. Ha, shohlisi chiqadi. Shohlisi. Qolgani kalak. Ha. Bom shohli olsa ham lekin. Xo'shroq yeb turibdi, qarang. O'zi keldi endi charchoqdan. Endi sekin chiqib yeyish boshladi. Ko'rib o'tiribdilar, nimani yeb o'tiribdi. Yeydim Alloh, xudo xolasa. Xudo xolasa. Sog'lom. Bu videoni yangi partiya mollara qiziqib yurgan og'alarimizga yuborib qo'ysangizlar bo'ladi. Kelasizlar, ko'rasizlar. Lokatsiyalardan kommentariyada qo'yib o'tib ketganmiz. Kimga necha kerak bo'lsa, ustunda ko'rib o'zlaringiz savdolashaverasizlar. Videoda baribir kichkinaroq yoki kattaroq ko'rinib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun realni kelib so'dat keling. Ha, realni kelib ko'rib. Endi chetdagi yurtdoshlarga onlayn savdo ham bor. Ha. Endi u yoq insof bilan ish qilamiz-ku. Xudo xolasa. Ko'rib, iloji bo'lsa kelsinlar.
Iloji boricha kelib ko'rib olganlar yaxshi. Endi kimdir keladi, misol uchun birini olaman deb turadidan qiziqib turib, ikkita, uchta olib ketadi-da. Endi shunaqa mol-ku bular. Yaqib qoladi. Ha. Bular shunaqa mol. Ya bo'lmasam videoda onlayn savdo etadigan bo'lsalar, videoda kattaroq ko'rinib turib borgandan keyin kichkina ekan degan mojarolar ham bo'lmaydi-da. Joy keladilar, ko'radilar. Bu gapingiz ham to'g'ri-yu, lekin bir yeri bor, mollar suyak yirik mollar. Suyak yirik. Lekin hali qarinlari girib yotdi. Ha endi mol o'ziga kelgan yo'q. Hali suv ichmadi ular. Bular suv ichib 1-2 kun tursa agar do'm bog'lashib boshqacha bo'ladi. O'zine keladi. Ha. Endi Azim kamida bir 20-30 kilo patera bilan keladidan bu. Ha 8 kunning ichiga keldi. Bir marta o'rtada suv ichdi. Ha. 8 kunda kirib kelganmiz ana valloh. Mollar ancha charchoqda. Endi mol keldiradi-ku, yugil. Yo'l azobi, go'r azobi deydi-ku. Shunay. Mana o'zimizga 50 tasini tushirdik. Bir kunga sotilib ketdi. Shunda buni hozir savdosi qachondan? Buni savdosi shu 1-2 soatdan keyin boshlaymiz. Shu video chiqqandan kelaversizlar. Ha, narxi aniq-ku. Bo'ldi. Narxi aniq, dastavkalardan mashinalarimiz bor. Hamma narsasini topamiz-ku, ilojini. Savdosi bugundan. Xudo xolasa shu video chiqqandan videoni ko'rib turibmisiz? Kelib ko'rsangiz bo'ladi ustida. 30 milyondan 39 milyon so'mgacha narx aytilib turibdi. Kelinglar, ko'ringlar, imkon qadar birin-birin ko'rsatishga harakat etdik. Yana ham o'zlaringiz yonidan kelib ko'rsangizlar bo'ladi. Mollar lekin zo'r. Ozgina charchaqi bor, xorinchiligi. Esa shuni bilan videoni yakunlaymiz. Hammaning chorvasina baraka bersin. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Hammaning chorvasina baraka bersin.